Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar. O'zbekistonga yangi mahsulot kirib kelibdi. Faqat videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Qaranglar do'stlar, hamma uy qurayotganda xuddi mashina qilib tomga vassa tashlaydi. Uni ustidan bilsalaring do'stlar qamish yotkizadi. Uni ustidan do'stlar somonli qilib loy bosadi. Hozirgi kunda do'stlar uyingiz issiq, yozgi kunida muzday bo'lish uchun xuddi mana shu materiallar endi Rossiya davlatidan, ya'ni rossiyskiy izospan deb nomlanar ekan. Buni yozib chiqishgan ekan do'stlar, biz shuni yoritgani yetib keldik do'stlar. Qaranglar, bu izospan. E'tibor bersalaring, tomni har bitta joyiga solib chiqishgan. Bu narsani bir qator ko'rsatib boramiz. Faqat videomizni oxirigacha tomosha qilib, like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz do'stlar. Xo'p, endi buni nima xususiyati bor? Xususiyatiga keladigan bo'lsak do'stlar, bu narsa o'zida suv ushamas ekan, undan tashqari to'sinlaringizni chirib ketmas ekan. Misol to'sin, vassa baribir tomga qo'yiladigan narsa. Kimdir endi temir mahsulotdan ham yopyapti, lekin do'stlar bitta hozir mana taxtadan qilingan yog'och ishlatilgan bekka. Yog'ochlar chirib ketmasligi uchun, bo'lmasa uzoq yil xizmat qilishligi uchun do'stlar, xuddi mana shu mahsulot. Endi mahsulotni yaqindan bitta ko'rsatsam, qaranglar do'stlar, juda qalinligi ham qalin, oddiy material biz do'stlar xuddi mana shunaqa narsadan xudo xolasa cho'tki qilib qilishyapti ekan. Endi buni nima afzalligi bor desalaring, boshida aytib o'tganimda, issiq sovuqni o'tkazmasligi uchun buni tashab ketilyapti. Bu tomonni qarang, tomimiz juda katta, 400 kvadratga yaqin yoki undan oshiq bo'lgan joyda do'stlar xuddi mana shu mahsulotdan yozib chiqishgan. Do'stlar, bu tomonda ustalar ishlashyapti. Buni yozgan bu maxsus quyiladigan narsani tagiga oldin salafan qilingan ekan, havo o'tkazmasdan to'sinlar chiragan. Yo bo'lmasa material qilingan, materiallar ham havo o'tkazmagan, chirishda boshlangan. Endi o'shuncha bu birinchidan chiritmaydi, buni ustiga do'stlar lomboz, loy lombozni o'rniga qilib berilayotgan mahsulot do'stlar juda ham nima desa bo'ladi, effekti zo'rligi uchun qishda kunida uy issiq, yozgi kunida uy muzdek bo'lyapti ekan. To'liq ma'lumotini xudo xolasa ustakalarimiz bilan olamiz do'stlar. Bu tomonda xudo xolasa mana ish qilishayotgan joylari, jarayonlariga yetib kelganmiz. Xo'p, Mahmudjon aka, keling endi aka, mana shuni bitta tushuntirib beramiz aka. Bu assalomu alaykum, charchamasdan mashina taqib qo'yaman aka. Charchamasdan, ishlaringiz yaxshimi? Xo'p, aka, birinchi bo'lib oldin salafan qilingan, salafan havo o'tkazmagan to'sin vassa chirishiga sabab bo'lgan. Undan keyin materialga o'tishda, oddiy ko'rpani yo bo'lmasam arzon ko'ylakda materialga o'xshagan material, u material o'zi chirib ketib qoldi. Chunki do'stlar, bu quyilayotgan narsada ma'lum bir miqdorda suv bor. Bu narsani gaplashsa aytayaptilar, suvni o'tkazib yuborib mahsulotni o'zi qolganligi uchun zo'r qatiydi, issiq sovuqda yaxshi usha beradi. O'shuning uchun hozirgi kunda faqat mana shu mahsulotdan foydalanyapmiz tagiga deyilyapti. To'g'rimi aka? To'g'ri. Bu endi rossiyskiy izospan deyiladi, adashmasam. Rossiyskiy izospan. Bu tomonda bo'lsa mana ustalar do'stlar quyish jarayoni. Endi bu nima deydiganlarga do'stlar, hozirgi kunda O'zbekistonda hamma qo'llab kelayotgan o'sha do'stlar pena beton, ya'ni tomga pena lomboz bo'ladi. Ko'rib turganingiz, beton necha plotni quyilyapti aka? Bitta kvadratimi? Yo'q. Qalinligi necha qo'ygan? Qalinligi hozir 8 sm-gacha qo'yib beryapti. 8 sm-gacha qo'yib berilyapti bu yerda. Gap yo'q. Zo'r. Do'stlar, ko'rib turganlaringda hamma narsani olib chiqib olishgan. Aka, buni chichqon kalamush yemaydi, bu. Chichqon kalamush. O'rmalar tagiga ham chirib ololmaydi. Qatib ketadi. Aha. Loy so'g'dan yaxshi. Loy so'g'dan. Bu treshina beradimi, bermaydimi? Treshina bermaydi. Treshina bermaydi. Chiroyli qilib ishlarimizga javob beramiz. Ishga javob beriladi. O'sha necha kvadrat aka bu joy? O'sha 420 kvadrat chiqadi. 400 kvadratdan oshiq. 400 kvadrat. Hammasiga mana shu tomni poni aylanasiga qo'yib berasizmi shundan? Aylanasiga qo'yib beramiz. Mahsulotlar o'zimizdan, material o'zimizdan, hamma narsa o'zingizdan. Ustalar o'zimizdan. Gap yo'q, zo'r. Akalar eshitganlaringdek hamma narsa ustalarning o'zidan bo'ladi. Xo'p, aka qarang, buni bosgandan keyin men hozir aytdimki, qishda kunida issiq bo'ladi, yozgi kunida muzday bo'ladi. Chunki mana batta shifr qilingan, hozir gradus bilmayman do'stlar, kamida 50 gradus yoki 60 gradus issiq bor batta. Endi bu narsa do'stlar bunga bergandan keyin uyingiz ichi avtomatik o'zi isib ketadi. Yozgi kunida ham xuddi shu narsa. Qishda kunida do'stlar sovuq o'tkazib yuboradi. Endi buni do'stlar xuddi mana shu holatda tayyorlashyapti. Bo'lib quyiladi, shu holatda. Shu holatda quyilib, yayib, tekizlanib, chiroyli qilib beriladi. Hozir bekka o'zi necha santimetrlikka dagi bo'lgan aka? Bekka ashe 6 santimetrlikdagi bo'lgan. 6 santimetrga bo'lgan. O'zi necha santimetr quyiladi? Xo'p, 6, 8, 10 quyiladi. Dogovorga bog'liq. Dogovorga eng arzoni aka 6 santimetrligi necha puldan hamma yo'q xom ashyosi bilan quyib berilyapti?
6 santimetrligi kvadratiga 35 mingdan qo'yib beramiz. Xizmati hamma yo'g'i ichimizdan, o'zimizdan. Faqat abed qilib bersa bo'ladimi shunda to'k bilan? Shunda to'k, suv anaqamizdan bo'ladi, zakasimizdan bo'ladi. Boshqa narsa kerak emas. Hozir o'shanda do'stlar, mana qaranglar, o'zini mahsuloti, bundan tashqari bunga sement qo'shiladi. O'zini do'stlar, mana maxsus pena generator bo'ladi. Bundan do'stlar o'zini maxsus parashoyliga, keyin nimalar? Parashoyli do'stlar pena qo'shiladi. O'shuning uchun pena lombos. Keyin yana bitta ma'lumot, bu narsa loy bosilgan joy 100 kilo chiqsa, imенно o'sha joyga bundan qiladigan bo'lsangiz 30 kilo chiqadi yoki 40 kilo. Bu loydan pasti 2 baravardan oshiq yengil, to'g'rimi aka? To'g'ri. Aka, keyin bu yillar davomida urinib, chachilib, maydalanib ketmaydimi? Yo'q. 50 yil o'zimizlar uylarga ham qilganmiz, uchastkalarimizga, uylarimizga ham qilganmiz. Hech narsa bo'lgani yo'q, turibdi, ustiga chiqib yuramiz, boshqa qilamiz. O'zini xizmatini qilyapti. O'zini xizmatini qilyapti. Bir treshna ketib, boshqa bo'lib, anaqa bo'lgani yo'q. Keyin bu hozir hamma uy ko'tarilayotgan, bu uy ham mana maytdan sekin pastdan ko'rsatib qo'yingda. Do'stlar, pena blokdan quyilgan uy. Hamma xonalar, hammasi do'stlar pena blokdan ko'tarilgan ekan. Xuddi mana shu pena blokda mahsulotini tomga quyib berilyapti. To'g'rimi aka? Ya'ni do'stlar, odamlar uy issiq sovuq bo'lishligi uchun, yaxshi turishligi uchun do'stlar bu mahsulotdan uy qurayotgan bo'lsa, endi xuddi mana shu mahsulotni do'stlar tayyorlab turib, tomga ham qilib berishyapti. Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Shuning uchun shu xizmatlar qanchacha aka? Xizmatlar vodiy bo'ylab 35 mingdan 6 santimetrgacha qo'yib beramiz. Qolganiga kelishamiz. Kelishiladi. Arzoni 6 sm do'stlar plotnosti bo'ladi. Narxi 35 ming so'mdan boshlanadi. Narxning ichiga xomashyo, usta haqqi, olib kelishlari, o'zlari quyib ketishlari ichida bo'ladi. Endi agar loy bosadigan bo'lsangiz ham, odam olib kelib ishlataman deydigan bo'lsangiz, 30 ming so'mdan xizmatiga berasiz. Bularda 35 ming so'mdan mahsuloti ham ichida. Video pastida akalarimiz nomerlari turibdi. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz do'stlar, vodiy bo'ylab 35 ming so'mdan 6 santimetrligi boshlanadi. 8 santimetr, 10 santimetr endi bizning talabingizga qarab. Baland qavatli binolar, plita bosganlar do'stlar, bular ham ko'p so'rayapti. Imina mana shu narsani 5 santimetrlik qilib quyib berilayotgan joylar ham do'stlar effektini zo'r beryapti. Endi batda eng kami 6 bosilayotgan sababi bu vassa tom, ertaga bosganda o'ynab ketmasligi uchun do'stlar sal baquvvatroq bo'ladi. 8 santimetr, 10 santimetrligini rasxodga kelishasizlar, inshaalloh vodiy bo'ylab qilib berishadi. Pastga nomerlarni joylaganmiz do'stlar, yangilik yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.